ko'chamizdan kirib kelishda uyimdan 3-4 ta uy oldinga bunaqa lijash o'zlaricha qilib qo'yganlarda beton qilib. Buni mana shunchasi ochiq edi. Bu yo'g'ini ham yopganlar, umuman o'tib bo'lmaydigan qilib qo'yilgan. O'zi mana shu. Mana o'g'lim o'zini shu velikda yiqilib, buni oyog'ini qonab o'tganini qarang. Qo'lini ko'rsat. Jonga tegdi-da, ana shu borku mashina bilan o'taydi, mayli edi. Tagi tegardi, boshqa edi. Do'yim o'tganda aytaman, ilom shu yo'l to'sqani umri to'silsin deb. Yuqoridagi videoni ko'rdingiz. Bugungi kunga kelib haydovchilarning asosiy muammolaridan biriga aylangan ushbu videodagi holat. Xo'p, yo'llarda sun'iy notekisliklar, xalqida lijaj politseyskiy deyiladi. Sun'iy notekislikni o'rnatish tartibi qanday? Uni istalgan joyga o'rnatish mumkinmi degan savol barchamizda tug'iladi. Ushbu videoda bu savolga javob berib ketamiz. Yo'l harakati qoidalari 4-bandi 2-xat boshisiga muvofiq yo'llarda sun'iy notekisliklar faqatgina vakolat berilgan yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Ushbu qoidalarning 183-bandi 14-xat boshisiga muvofiq esa vakolatga ega bo'lgan shaxslar tomonidan ham sun'iy notekisliklarni o'rnatish davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining ruxsatini olgan holdagina o'rnatishga ruxsat berilishi belgilangan. Endi sun'iy notekisliklar o'rnatilgan bo'lsa va u noqonuniy bo'lsa, ularga qanday javobgarlik belgilangan degan yana savol paydo bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 147-moddasi 1-qismiga muvofiq, agar sun'iy notekisliklar noqonuniy tarzda o'rnatilgan bo'lsa, jismoniy shaxslar uchun bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobar miqdorda, yuridik shaxslar uchun esa 10 barobar miqdorda javobgarlikka tortishga sabab bo'ladi. Va yana bir holatni unutmang, agar sun'iy notekislikdan o'tish paytida sizni mashinangizga qandaydir zarar yetsa, hamda bu sun'iy notekislik noqonuniy tarzda o'rnatilgan bo'lsa, siz fuqarolik sudiga murojaat qilgan holda sizga yetkazilgan moddiy zararni ham undirib olish huquqiga egasiz. Shunday ekan, ushbu videoni haydovchi tanishlariga yuborib qo'yamiz.